To'p bekor ketdi. Tez olib kel. 8 sekundda tashlashing kerak maydonga to'pni. O'yinga kiritishing kerak darvozabon. 6-7-8 bo'ldi gol. Olib kel, tashqarida to'p. Yo'q, uglovoy emas. O'zini maydoniga kirgandan keyin. Olib kel, to'pni olib kirdi. Hisob boshlandi. Olib kelmadilaringmi? Men bittasini olib keldim. Men tep ko'rdim. Bittasini olib keldim. Hop, yurib kel, yur senga. Davay. To'lqin to'p bilan 3 kishi u yerda to'lqinni o'rab oldi. Pas bilan o'yna, pas bilan Husan. Qayerga tepyapsan, Hasan? Maqsadsiz tepyapsan. Aniq o'zlaring partnyorlaringga pas ber. Sizlarda pas berish bo'lmayapti. Pas bilan o'yna. Tep boring Husan aka. Iterorsiz qo'l ishlatdi. Qara. Ha, 6-2 gol bo'ldi. Birga bir bu yoqdan chiqib bordi. Olib kel, markazga olib kel, tezroq. Olib kel, markazdan boshla. 6-2 mi? 6-2 olib kel. Pas bilan o'ynamayapsizlar, qizil kiyimli komandaning bolalari. Boshladik. O't bu yoqqa Hasan. Hasan o't. Tez. O'zing tomoningga o't. Nur Muhammad. Nimaga bekoriga to'p tepib yorib yo'q qilyapsan? Nimaga bekoriga tepib yoryapsan? Pas beringlar deb turibman. Bir-birlaringga pas beringlar. Hozir gaplashamiz. O'ynadik. O'yna. Yo'q, to'p yo'qotildi. 5 sekundda tashagin, 5 sekundda. Darvozabon. Ya 8 sekundda. 1 2 o'ynadik. Diyor birga bir chiqib boryapti darvozaga. Tepdi. Gol bo'ldi. Yana gol bo'ldi. Birga bir chiqdi. Hozir pas berganligi uchun uzoq masofaga gol urdi. Uzoq masofaga. O'yinning vaqti tugadi, ikkinchi taym ham tugadi.